O'zbekistonda hafta davomida yomg'irli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hafta davomida O'zbekistonda barqaror ob-havo salqinlanib turadi. Hududlarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 4, kunduzi esa 8 daraja pasayadi. Ish haftasining oxirigacha barqaror ob-havo salqinlanib turadi deya xabar bermoqda O'zgidromet agentligi. Kunduzgi harorat 27-29 darajagacha, ba'zi joylarda 30-32 darajagacha bo'lgan. Uzoq kutilayotgan quruq va iliq ob-havodan so'ng 23-martda respublikaning g'arbiy hududlariga nam va nisbatan salqin havo massalari kirib kelishi boshlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm, Navoiy viloyatida yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Dushanba kuni O'zbekistonning barcha hududlarida nam havo massalari tarqaladi. Respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat 12-15 daraja atrofida bo'ladi. Hafta davomida ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi salqinlanib turadi. Faqat 26, 27 hamda 28-mart kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida yomg'ir yog'ishi ehtimoli kam. Bu kunlarda harorat asta-sekin pasayadi va kechalari 4-6 daraja, kunduz kunlari 8-13 darajani tashkil etadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda yog'ingarchilik yomg'ir yog'adi. Qorga aylanishi mumkin. 24-25-mart kunlari ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 24-25-mart kunlari Respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Toshkent shahrida 24-mart kuni yomg'ir yog'adi. Harorat 15-17 daraja iliq bo'ladi. 25-martda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 6-8 daraja, kunduzi esa 12-14 daraja bo'ladi. 26-27-mart kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 4-6 daraja bo'ladi, kunduz kunlari 8-10 daraja pasayadi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.